bu qanday uy bo'ldi yana? Wow. To'xtang. Sizlar bu videoni ko'rib shu uyni yasamoqchi bo'lgansiz, lekin bu uy juda ham kuchli dizaynga ega bo'lganki, yasolmagansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Men hammaga birdek yoqadigan uyni yasab ko'rmoqchiman. Sizlar uchun albatta. Qani boshladik. Xo'sh, biz uchun shunday katta tekis maydon kerak bo'ladi va men sizlarga bu qurishda kerakli bo'lgan bloklarni olaman. Sizlar ungacha kutib turasizlar deb umid. Xo'sh, sizlarga shu qo'limdagi bloklar kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Shu bloklardan foydalanib biz yangi hammaga birdek yoqadigan uyni quramiz. Qani boshladik. Birinchi o'rinda bizga platformacha kerak bo'ladi. Hozir platformachani yasaymiz. Yerga sal-pal kirgan bo'lsa, qandaydir yaxshiroq deyiladimi, xullas shunaqa menga. Shunday. Men hisoblab o'tirmadim, o'zinglarga uyda kattaligini jihat ahamiyati yo'q. Xullas, keyin chetlariga bunaqadan chiroyliroq bo'lish uchun bunday Xullas, shularni ulab chiqamiz. Xullas, shunaqa ulab chiqqandan keyin bizga oynalar uchun joy kerak bo'ladi. Ularni chetlarini shunaqa qilsak, qandaydir dekorativni shunaqa hammaga birdek yoqadigan dedim, shuning uchun chiroyliroq bo'lishi uchun harakat qilyapman va bitta joyi qoladi. Buni sindiramiz, bitni. Nega bunday qilyapti desanglar, bitta eshikda. Mana bu yerga qanday oyna qo'yishinglar o'zinglarga bog'liq. Keyin bu yerga alohida o'tamiz. Hop. Bunaqasidan qo'yib ko'rasiz. Keyin bitta to'rt cheli bo'ladi. Axir sizlar qorong'u zulmatda yashamaysizlar-ku, to'g'rimi? Mana shunaqa uchlariga qo'yib chiqasizlar, shunda chiroyliroq bo'ladi. Agar buni bir blok tepaga qurmoqchi bo'lsanglar, mana bundan chiroyli qilib foydalansanglar bo'ladi mana. Net chiqishga. Lekin buni hozir kerak yo'q. Xo'sh. Endi bu yerga oldiga ferma chaqsanglar. Mana bu yerga to'rtlik qopdi. Endi bu yerga water qo'yamiz, ya'ni suv. Keyin esa bu yerga silab qo'yamiz. Hech kim yemasligi uchun. Mana nima bor edi? Hozir va nihoyat men topdim. Mana shu kerak edi bizga. Endi bizga bitta quruqchadan ham kerak. Achibkalar berib tashladi.
Mana bo'ldi. Yerga xohlaganingizni ekaverasizlar. Eshik bo'lmoqmi, yo'q eshigim. Are you serious bro deydi. Shunaqa. Yerga xohlagan narsalar ekasizlar va yerga ham yoritib qo'yish kerak. Shunaqa inventory to'lib qolsa ulardan zaynab bo'ladimi? Xullas, mana bu yer bo'ldi. Endi oynalar qo'yamiz. Mana glass desanglar xohlagan oynalardan foydalanasizlar, lekin men paneldan foydalanaman. Chunki bu juda ham katta tejamkorlik. Buni bilib olinglar. Keyin dekorativniy deydiganlar uchun mana bunday narsa bor, chiroyli. Mana bunga o'xshamaydi. Mana keyin bu yerga gulto'ylar ekishinglar mumkin. Mana bu yerga platforma chaqilib, mana deraza chaqilib. Adashib ketyapman. Ularni ham bo'lib tursa kerak. Albatta bo'ladi. Bu deraza hisoblanadi. Ertalab tongda. Mayli. Xullas, biz bu yerga gul ekamiz. Tushmadi. Mayli. Gulto'yni o'zinglar topib olasizlar. Mana gulto'yni ham topdik. O'zinglar xohlagan gullarni ekasizlar. Men o'zim xohlagan gulni ekaman. Mana. Juda ham go'zal. Ko'kkina. Ertalab turganingizda asqotadigan derazalar, tokchalar, gulto'ylar. Ko'yimiz ham. Fotomiz yo'qolib qolgan. Mana. Buni yo'qotib qo'ygan ekan. Xuddi shularni ham betga qilasizlar. Qilasizlarmi yo'qmi? Buncha qilish mumkin emas bu yerga. Bo'ldi. Bu yerga qilamiz va tom qismiga o'tamiz. Tom qismiga keladigan bo'lsak, bu yerga mana bunday qilib qo'yish kerak. Bu juda ham qiyin. Juda ham. Quralib qol. Tomlarning shunaqasini shu tomni bu yerga ham olib chiqish kerak. Menimcha buni ham kutib turasizlar. Mana do'stlar, sizlarga shu uyni qurishni o'rgatmoqchi edim. Shu video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yana shunaqa qiziqarli videolar chiqishga obuna bo'linglar va ular o'zinglar bilasizlar, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib, chiroylikina uyga baho beringlar. Men uchun bu uyga 10 dan 7 ball. Bay bay, sizlar uchun